Lochin 94 Ushbu yo'l transport oqibatida jabrlangan fuqaro ichki ishlar xodimlari tomonidan Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Xorazmliklarga olib kelindi. 16-aprel kuni soat 20:40larda Urganch shahar Foqon Mahmud ko'chasida profilaktika inspektori bilan birgalikda xizmat olib borayotgan vaqtimizda yo'ldan o'tayotgan fuqaroni avtomashina urib yuborganligini guvohi bo'ldik va avtomashinadan tushib birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatib shoshilinch tibbiyot markaziga olib keldik. Yaxshi bo'lib, sog'lom bo'lib yuritish masalasi. Respublika shoshilinch ilmiy yordam markazi Xorazm filiali trampostiga ichki ishlar xodimlari bemor olib kelishadi. Bemorga qo'yilgan tashxis bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, peshona sohasi va ensa sohasi yumshoq to'qimalarda shilingan jarohati, tos suyagi sinib siljishi, shilingan jarohati bilan yotqizildi. Bemor hozirda davo muolajalarini olmoqda. Ichki ishlar xodimlari tufayli bu yerda bir inson hayoti saqlab qolindi. Agar ular voqea joyida bo'lmaganida vaziyat boshqacha yakun topardi.